Beshina Sho'riyevdan 26 yosh 5-tug'ish. Nima bu? Nima bu? Tug'ishdan boshqa ishing bormi sani? Yo eringni? Nima? Eringga nima bor ekan tug'ishda? Nimani ko'radi u yerda? Steril joy bo'lsa, hech qanaqa tug'ishda ering qatnashmaydi. Nima? Epiduralka hech narsa qilmaydi. Ona momalaring hammasi shundoq tug'ishgan dalada. Nima bor ekan? Ozgina sakraysan, ozgina emanglasang, o'zing ham shundoq ham tug'ib olasan. Xo'p. Tursing mumkin emas ro'tzalda. Latta qo'yasan. Tursiga nima bor ekan? Xo'p. Nima? 2 kundan beri uxlamayapsan? Ha, siz nima deb o'ylaysiz? Oypashsha tug'ayotganda uxlamaydi shunaqa. Necho bu repetitsiya. Tuqqaningdan keyin baribir uxlay olmaysan, bolangga qarab. Xo'p. Qanaqa qilib tug'asan? Endi o'yladingmi? 9 oy oldin o'ylash kerak edi, o'zim o'rgilik. Indamay tug'asan. Nima desangiz shu tushundim. Eslaman tug'asam bo'ldi. Sizmi meni tug'diradigan haligi akshir ginekologim? Bu birinchi bolam. Yaxshi normalniy tug'ishim kerak. Sutma-sut yuraman demasangiz, chiroyli qilib tug'dirib berasiz. Yoshimni yuzimga solmang. Tushundingizmi? Tug'ishimga erim ham kiradi, qaynonam ham, o'rtog'im ham, kuchugim ham kiradi. Tushundingizmi? Menga birinchi epiduralka qilasiz, relax muzika qo'yasiz. Vanna kerak, если что, suvda tug'moqchiman. Hech qanaqa kapelnitsa, oksitotsin, и давай kuchan deyish bo'lmasin. O'zim xohlaganimda tug'aman. Hop. Aytgancha, menga mangal, shashlik, sushi zakaz qilib yuboring. Qornim och. Video bilan fotograf esdan chiqmasin, birinchi bo'lama. Xo'p, tushundingizmi? Bu tushundim sizni, tushundim. Bo'ldi.